Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'i qabul qilingan kun yurtimiz uzra keng nishonlanmoqda. Bir vatan, bir el, bir bayroq shiori ostida Toshkent shahri va Andijon viloyatida tashkil etilgan bayram tadbiri tafsilotlari muxbirlarimiz lavhalarida. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad yoshlarda vatanga sadoqat, davlat ramzlariga hurmat, milliy g'urur va mas'uliyat tuyg'ularini yanada mustahkamlash. Shuningdek, Favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimidagi harbiy xizmatchilar va kursantlarning yuksak intizomi hamda fidoyiligini keng jamoatchilikka namoyish etishdan iborat. Tadbir doirasida akademiyaning harbiy orkestr jamoasi tomonidan tantanali marshlar ijrosi ostida yurish tashkil etildi. Orkestrning vatanparvarlik ruhidagi chiqishlari faxriy kortejga alohida shukuh bag'ishlab, tadbirning tantanavor muhitini kuchaytirdi. Qolaversa, maxsus kortej ishtirokchilari dastlab akademiya hududidan tantanali tarzda harakatlanib, Yangi Hayot hamda Sergeli tumanlarining chiroyli va ko'rkam ko'chalarida yurib, yurtdoshlarimizga vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlarni taqdim etdilar. Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi ushbu tadbirlar orqali davlat ramzlariga bo'lgan chuqur hurmat va g'ururni yanada keng targ'ib qilish, yosh avlodda vatanga muhabbat, mas'uliyat hissini kuchaytirish, shuningdek, harbiy xizmatchilar hamda kursantlarning yuqori professional tayyorgarligini jamoatchilikka keng namoyish qilishni maqsad qilishgan. Tadbir dasturi doirasida Andijon shahridagi Muhammad Yusuf nomidagi ijod maktabi o'quvchilari tomonidan bayrog'imiz qabul qilingan kunning tarixiy ahamiyati, vatanparvarlik, milliy birdamlik va g'urur tuyg'ularini yorituvchi maxsus ijodiy chiqish namoyish etildi. Yoshlar ijrosidagi badiiy kompozitsiyalar ishtirokchilarda yuksak milliy ruh va go'zal taassurotlar uyg'otdi. Shu bilan birga harbiy orkestr tomonidan vatan va bayroqni tarannum etuvchi kuy-qo'shiqlar ijro etilib, tadbirga o'ziga xos shukuh va ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Bugun so'zga chiqqan chempionlar, nuroniylar vakillari, ziyolilar vakillari uni hammasi e'tirof etishdi. O'zbekiston Respublikasi bayrog'i bizning g'ururimiz, bizning faxrimiz. Andijonda shunday sayillar bilan, tanlovlar bilan maktablarda insholar tanlovi o'tkazilyapti. Avlod prokuraturasi tashkil etilgan muzeyga biz sayohat qildik. U yerda talabalarimiz, o'quvchilar, yoshlar Andijon viloyatining tarixi, Andijon viloyat prokuraturasi tarixi to'g'risida tushunchalar hosil qilishdi. Tadbir ishtirokchilari yurt ramzlarining qadri, ular ortidagi tarixiy, ma'naviy maqsad va maqomni chuqur anglash zarurligini qayd etdilar. Bayroq milliy iftixor va mustaqilligimiz timsoli ekanligi, uni ardoqlash har bir fuqaroning burchi sifatida e'tirof etildi. Mazkur ma'naviy ma'rifiy uchrashuv ishtirokchilarida kuchli milliy g'urur, vatanparvarlik hislari va ezgu taassurotlar qoldirgan holda yakunlandi.